Bekzod ismini shunchaki oddiy ism deb o'ylaysizmi? Yo'q, bu ismning ortida butun bir sulola qudrati va aslzodalik siri yashiringan. Bekzod ikki buyuk tamaddun, turkiy va forsiy tillarning uyg'unligidir. Bek hukmdor, zod esa tug'ilgan degan ma'noni anglatadi. Ya'ni u aslzodalar avlodidan bo'lgan haqiqiy yetakchidir. Psixologik nuqtai nazardan bekzodlar tug'ma liderlik qobiliyatiga ega. Ular doimo adolat tarafdori va haqsizlikka chiday olmaydilar. Tashqaridan bosiq va mag'rur ko'rinsalar-da, qalbida yaqinlari uchun juda mehribon va sadoqatli do'stlar. Sirli fakt. Bekzodlar hayotning eng og'ir damlarida hamma taslim bo'lganda, mas'uliyatni qo'rqmasdan o'z zimmasiga oladigan kam sonli insonlardandir. Sizdagi bu ichki kuch hech qachon so'nmasin. Videoni o'zingiz tanigan o'sha mard va aslzoda Bekzodga yuboring.